Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun bizda Bekobod shahridan kelgan bemorimizda uzoq yillardan beri o'ng bel sohalarida og'riqlar kuzatilgan, vaqti bilan qon siyish ham kuzatilgan. Bemorimiz yashash joyida mutaxassislarga uchrashganlarida yuraklarida tosh bor deyilgan, lekin toshni bartaraf etish uchun qilinadigan operatsiyalarga bormaganlar qo'rquv sababli. Oxiri isitma chiqib, bemorimizda og'riqlar kuchaygandan keyin bizga keldilar. Biz tegishli o'sha antibiotiklar berib, antibakterial terapiyalar o'tkazib, bularda o'sha korallovidniy tosh, ya'ni marjonsimon tosh aniqlandi bu yurakda. Marjonsimon toshni hozir perkutan nefrolitotripsiya amaliyoti bajarilyapti. Energiya sifatida bizda pnevmatika apparatimizni ishlatyapmiz. Toshni asta-sekinlik bilan tashqariga olib chiqib, shu pochkani одноэтапно tozalashni maqsad qilganmiz. Duo qilib turasizlar. Bemorimizga Alloh shifo bersin. Sizda ham shunaqa kasalliklar bo'lsa, qon siyish, belda og'rig'i, ko'ngil aynish, tez isitma chiqib qolishi, bunda albatta tegishli mutaxassisga murojaat qilinglar va operatsiyalarni kechiktirmanglar. Sababi kechiktirgan sari operatsiyani qiyinchiligi ko'payaveradi. Qonlash ko'payadi, bir necha bor operatsiya qilishga to'g'ri kelishi mumkin. Shunga maslahatim, muammo bo'ldimi, borish kerak, bartaraf qilish kerak. Shunda ham o'zingizni joningiz qiynalmaydi, ham iqtisodiy tomondan sizga foydaliroq bo'ladi. Sababi katta operatsiyalar qilinmaydi. Va ham sizda kelajakda bo'lishi mumkin bo'lgan asoratlar oldi olinadi. Hech kim kasal bo'lmasin, sog' bo'linglar. Bemorlarga Alloh shifo bersin. Rahmat.